Ey adam balası, bu dunyoga sen kuchsiz, yordamga muhtoj bo'lib yaratilding. Yaralgı vaqtidan o'q sening to'rida qo'yg'irtdilar, burshildilar. Qorinda vaqtda niyeng og'irlik bilan seni o'ylab yurtdi. Nihayat sen quyoshli yoqti dunyoga ovoz solding. Dik omanda senalik kuchsiz, yordamga muhtoj eding. Susaganda suvingni, oshiqqanda rizqingni yaqinlaring yordamidan boshqa olar halda tug'il eding. Shul vaqtda har bir narsa menda senga qiziq ham belgisiz edi. Kerak vaqtda ko'tardilar, qo'lingdan da tutib yirtdilar. Chunki sen muhtoj eding. O'sa borsang da bu holating sendan yirog'aymadi. Nihatligin olg'a ketsang da muhtojliging, kuchsizliging o'zing bilan yana shodladi. Sen bit rizqqa da, yiqiga da hamon muhtoj bo'lding. Har bir sifating, ko'ruv, eshituv, yeysa aqlingda sening belgili bir qissa bilangina sheklangan edi. Ayye, suv ostida so'lay olmadim, qorong'ida ko'ra olmadim, yol etmichi har vaqtda ishda da bo'lolmadim. Ne qadargina aqlli bo'lsang da, bor so'rovlaringga javobni da o'zingina topa olmading. Sengina tug'il, odamlarda, boshqa zotlarda naq sening holingda edi. Ey kishi, bu holingni sen o'zgarta olmading. O'z taningning xo'jasi da o'zing tug'il ekaning, bo'ysundirilgan ekanligingni sen nihoyat anglading. Turmush og'ishida yasharga matoshding. Endi o'ylab bir natijaga kelding. Kimsan men? Kim meni shiklagan? Kim bo'ysundirganda, kimga muhtojsan men? Kim so'ng'ul zot? Rizqlanmish yashay olmayman. Balki mening bilan oshi turgan rizqim idor ayta turgandir. Allatanim o'zi qaror qildim ekan, menga ko'pmi ko'lam rizq belgilarga ekanin. Yo'q. Balki atiyanimdir. Yo'q. Alla oy bilan quyoshmi, iskan jilmi? Yo'q. 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 Olaysa bor tiriklikni o'zinagina bo'ysundirib, o'zinagina muhtoj etuvchi zot kimsan o'l? Bu mahluqat zaif ham vaqtli shag'ina yaratilgan ekan, demagaligi zot bunday sifatlarga ega bo'larga tegish tug'il. O'zi bir negada, bir kimga da muhtoj bo'la olmaydi. Bu ko'k yerlarni, yilg'a suvlarni, o'rmon qirlarini, cho'llar dengizlarni, g'alam ingliklarin bor etib o'zina muhtoj etganda,
Kim ularni tartib bilan tutib tura? Min bilgan, min ko'rgan narsalar bularni ishlarga salatsiz bit. Ular bari tabiatgina, ham ular bor damında vaqtlicha. Demak, ul zot mangulik, barsinda bo'ldiruvchi, yaratuvchi bo'lgan birdan bir zot, ul